Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh tövende namozni tartib bilan birinchisini, ikkinchisini tartib bilan qazosini o'qish haqida to'xtalyapti. Bu 598 nomerli hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi deydi bizga Yahya Hishamdan hadis so'zlab bergan deydi. Hisham deydi bizga bu hadisni Yahya ibn Abi Kesir, Abi Saleme'den, Abi Saleme, Cabir ibn Abdullah'dan so'zlab bergan edi dedi. Cabir deydi Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu Xandaq günü kafirlarni tillab ketdi dedi. Quraysh kafirlari. Chunki bu Xandaq urushida Quraysh kafirlari va undan boshqa ittifoqdosh kafirlarning hammasi Madinaga bostirib kelgan 10 mingdan ortiq odam. Shularni tillab ketdi. Ömerning demoqchi bo'lgani bu yerda bu kun petib ketdimi, tixch asrni o'qiganmidim deb ochiqlayapti. Shuning bilan Jabir deydi biz Bothan degan o'ringa tushdik. Quyosh patgandan keyin namozni o'qidi Janob Rasululloh. Endi Shamni o'qidi dedi. Bu yerda avval birinchi bo'lib asrni, ikkinchi bo'lib tartib bilan Shamni o'qidi. Imom Buxoriyning demoqchi bo'lgani shu mazmun. Ya'ni avval tartib bilan birinchilab bunda o'qiydi degan maqsad qilmoqchi. Bu Bothan degan shu Madinadagi cho'ng bir vadi. Hozir bu vadiniki ichkina nurg'un binolar o'lishib ketdi Madinaning ichida. Lekin bu Vadi Bothan degan Madinadagi eng cho'ng jilg'a. Bu mashhurlikda bu jannat to'pisi deb ta'riflangan. Vadi Bothan. Vadi Bothan hozir shu 15 kilometr doira Madinaning ichiga kirib ketgan. Buning shu hozir Sih degan o'rin bor. Endi Xandaq urushi bo'lgan Jabal Sila degan o'rin bor. Shu Jabal Sila'ning g'arbidan tortib boshlanib to shu Sho'ron taraf uchib ketadi hozir Madina tarafga. Bu jannat to'pisi, jannat zemini degandek ta'riflangan mashhur vodiylarning biri. Madinada eng cho'ng vodiydan 3 vodiy bor, Madina shahrining ichida. Biri Vadi Qana, Vadi Aqiq, Vadi Bothan deb. Shuning birisi shu.